O'zbek xalqi bolajonlarni sevuvchi xalq. Shuning uchun ham oilalarimiz katta va oilaviy avtomobilga hamma sig'ishi kerak. SVM G03 da xarid qilib siz ikkita narsani iqtisod qilasiz. Birinchi o'rinda hamyonbop narxga oilaviy 7 ta o'rindiqli avtomobilga ega bo'lasiz. Ikkinchi o'rinda yoqilg'i xarajati juda ham kam, chunki avtomobilimiz gibrid. Avtomobilning saloni juda ham zamonaviy va qulay ishlangan. Haydovchi va yo'lovchilarga kerak bo'ladigan hamma narsa bor. Lyuk, joystickli selektor, kruiz kontrol, markazda zamonaviy multimedia displeyi. Eng qiziqlari bo'lsa orqa qatorlarda. Ikkinchi qatorda kapitan o'rindiqlari. Yosh katta odamlar mazza qilib oyoq cho'zib harakatlanib ketishlari mumkin. Orqaga esa naqd 3 ta bolajonlarimizni o'tkazib qo'yasiz. Havoni aylantirish uchun esa alohida fortichkasi ham bor. Aytgancha orqa o'rindiqlar uchun bu yerda deflektor ham o'rnatib qo'yilgan. O'rtoqlar, SVM G03imiz nafaqat keng saloni va kam yoqilg'i xarajati bilan maqtana oladi. Aksincha, u sizni faqatgina shaharda emas, balki tog'li hududlarda ham uyaltirib qo'ymaydi. Avtomobilimizning narxi bo'lsa 239 million 467 ming so'm. Bu pulga siz faqatgina mashinani o'zini emas, balki tonirovka, parok va poliklarni ham sovg'aga olishingiz mumkin. Avtomobilni xarid qilish uchun esa SVM Shinara rasmiy dilerlik markazimizga tashrif buyuring va 100 ming kilometr yoki 3 yilgacha bo'lgan kafolat bilan xarid qiling.